24 bab. 5 gündən keyin baş ruhani Hananiya ve aksakallardan bir neçeylen Tertullus isimli bir advokat bilen Kayseriye'ye gelip Paulus toğrusundaki şikayetlerini Vali Felix'e sundu. Paulus çakırtıldı. Tertullus onun üstüne şikayet kılıp mundak dedi. Hürmetlik Felix canabları, biz özürünün kolu astıda uzundan buyan aman isen yaşap kemektimiz. Halkımızda naçar illetle tüketilip, çoğun özgürüşle barlık geldi. Onundan her vakit, her cayda çeksiz minnettarımız. Men ki Tertullus, özlerini atıkça avarı kılışını kalımayman. Kıskıgına erzlerimizni səbirçallık bilen anlaşlarını ötünüp sorayman. Biz şunu tonup yattık ki, bu cidelxor, bütün dünyadaki Yahudiler arasında kalaymıqançılık payda kılıp, ulanı Rim hakimiyetiga karşı çıkışqa, kışkırtıvatkan bölgünçi ve şundakla Nasirellikler dep atalgan bir guruhның katı başlarından biridir. O, bizning merkezi ibadatxonamizni mu bulg'amoqchi bo'lgan edi. Şuna biz onu tutib oldik. Onu so'roq qilib ko'rsizlar. Bizning arzlarimizning to'g'riligini tushunadilar. Sorunda bo'lgan Yahudilarmi bir egizdan shikoyat qilishib, uning aytganlarini tasdiqlashdi. Paulus Vali Felix'ning ruxsatini olgandan keyin so'z qilib mundoq dedi. Janoblarining uzun yillardan beri Yahudi xalqini so'rab kelganligidan xabarim bor. Shunga oldilarida o'zimni oqlashga roziman. Asallar bilalaydilar ki, men Yerusalimga ibodat qilishga borganimdan hozirgacha faqat 12 kunlar o'tdi. Mening markaziy ibodatxonada biror odam bilan talash tortish qilganligimni ko'rgan kishi yo'q va mening boshqa ibodatxonlarda yoki shaharning boshqa joylarida omini qutartganligimni ko'rgan kishi yo'q. Bular janoblarga mening ustimdan qilgan shikoyatlarga isbot ko'rsatib berolmaydi. Biroq birla ishni e'tirof qilamanki, men Yahudilar xato iqim deb qaragan Hazreti Ayşo yo'li bilan mengib, ajdodlarimiz azaldan e'tiqod qilgan Xudoga ibodat qilaman. Tavratda va boshqa payg'ambarlarning yozmalarida yozilganlarning hammasiga ishonaman. Mushu Yahudilarga o'xshash, menmi bütün insonlarning yaxshi yomon bo'lishidan qat'iy nazar, hammasining o'lgandan keyin so'roq qilinishi uchun qayta tirildirilganligiga ishonaman. Şu sebepten özüm hamisha Xudo oldidimi, insonlar oldidimi pak vijdonlik bo'lishga tirishiman. Men Yerusalimdan ayrılgılı xeyli yillar bo'lgan bo'lib, bu qitim u yerga Yahudi qarindoshlarımga yordam pul yetkazib bergili va Xudoga qurbonlik qilgili borgan edim. Üstümden shikoyat qilgan Yahudilar meni markaziy ibodatxona hovlisida ushatganida men tozalanish diniy qoidasini o'tib, sadiqamni sunib atatdim. Atrofimga odam to'plug'inimi yo'q, qalaymaqanchilik chiqag'inimi yo'q. Osiyo o'lkasilik ashu Yahudilarning mening ustimda shikoyatlari bo'lsa, asli ular o'zlari kelib, janoblarning oldida deyish kerak edi. Bo'lmasa, qani mushu sorundikilar Yerusalimdagi Yahudi oliy kengashimizni so'roq qilgan vaqtimda meningdan qandoq jinoyat tepilganligini aytib baxson. Faqat shuni e'tirof qilamanki, Yahudi oliy kengashimizda so'roq qilingan vaqtimda bugun o'lganlarning qayta tirilishiga ishonganligim uchunla sizlarning sorg'inlarga tortilyapman deb baqirgan edim. Buningda nima gunoh bor? Rabbimizning yo'liga nisbatan xeyli bilimi bo'lgan Felix so'roqni to'xtatib, ularga davoyinglar to'g'risida hukmni qo'mondan Lisias kelganda chiqiraman dedi. U yuz beshiga Paulusni davomli tutib turishni, lekin uningga biroz keng muomala qilib, do'st birodarlarining uning turmush ehtiyojini ta'minlab turishiga
yo'l qo'yishni buyurdi. Bir necha kundan keyin vali Feliks Yahudi ayoli Drusilla bilan birga kelib, Pavlusni chaqirtib, uningdan qutquzuvchi Masih Aysoga e'tiqod qilish yo'lini angladi. Pavlus Xudoning oldida haqqoniy yashash, o'zini tutib elish, qiyomat kunidagi savol so'roq qilinish qatorliqlar to'g'risida to'xtalganda, vahimaga tushgan Feliks uningga: "Hozircha qaytib tursangiz bo'ladi. Keyin vaqtim chiqqanda yana chaqirtiman", dedi. U Pavlusning pora berishini kutatdi. Shuning uchun uni pat-pat chaqirtib, uning bilan so'zlashatdi. 2 yildan keyin vali Feliksning o'rniga Portius Festus vali bo'ldi. Feliks Yahudilarga yaxshi ko'rinishi uchun Pavlusni so'laqda qoldirdi.